Yaxşımısınızlar savaqdaşlar. Bugün so'zlaydigan darsimiz psixika analiz. Psixika analiz degan nimasi? Odamning psixikasini to'g'ri analiz qilish. Chunki nurg'un vaqt odamlar o'zining aslidagi hissiyotlarini, o'zining demoqchi bo'lgan gaplarini yoki o'zining aslidagi ibtidoiy talablarini asosiyatdan yushirib ifodalaydi. Agar biz buni tushunmasak, kishilarni to'g'ri tushunishga bo'lgan bir xil bizning iqtidorimiz kamlab ketadigan gap. Onda odam uchun haqiqatan da ta'smi deganda haqiqatan da ta's. Chunki odam intayin murakkab bo'ldi. Odam degan so'z odatda latin tilida person deb ataldi. İngliz tilida person deb ataldi. Endi buni latincha asli nusxasidan kelgansiz personadan kelgan. Persona degan nima degan gap desa, niqob degan gap hamda bu. Yoki maska niqob degan ma'nosi bor. Masalan, Uyg'ur tilidagi personaj degan xatmi mush orqali kelganda, manda aytgan vaqtda ular odamni faqat personaj deb ataydi. Unda ular nemish personaj deb atagan? Chunki odam real dunyoda yoki shu o'zining kichik hayotida aslidagi ibtidoiy bo'yicha o'zining aslidagi holati bilan yashamdi degan unda emas. Ular asosiyatdan personajlik rolni o'taydi. Balkim hayotning ma'lum bir qismida yoki bo'lmasa hayotning ma'lum bir sohasida yoki ma'lum bulunpushqoqlarda har xil personajlik rolni o'taydigan gap. Unda biz o'ylab baqaylik, odam nimishqa personajlik rolni o'taydi? U nimishqa o'zining aslidagi holatini ifodalamaydi. Buningga tek hozircha olimlar javob bermaydi. Ammo mening ko'z qarashim bo'yicha, mening shaxsiy go'daklarcha ko'z qarashim bo'yicha odam o'zining asli ibtidoiy holatidan seskindi. Aslidagi holatini yaxshi ko'rmaydi. U o'zining ashundoq bir xil bema'ni xiyollarni, bema'ni tuyg'ulardan numus qilish mumkin. Shuning u asosiyatdan o'zini urab qachilab ifodalaydi. Yoki o'zini har xil niqoblar orqali boshqalarga boshqacha bir ta'sir berishni o'ylash mumkin. Chunki kichik munosabatim shikadan paralashayotganda o bir-birisi hargizmi o'zining aslidagi holatni ifodalamasdan asosiyatdan bir-biriga yaxshi ta'sir berishni ham o'ylaydi. Shunga bugungi darsimiz orqali odamlarning bu xil niqoblarini echib tashlab, qanday qilgan vaqt biz odam tushuna olamiz. Odam zoti nimalardan tuzilgan, odam qanday parcha bo'laklardan tuzilgan bir odamning bir tal odamning qanchadani qismi bo'ladi. Qaysi qismi nimaga vakillik qildi, qaysi qismi uni nimaga yetaklaydi. Bugun shuni o'rganib chiqamiz. Bunu so'zlashdan burun men psixik analizini o'ttirib qo'yuvchi Sigmund Freudning ushman nazariyasini bir deb o'tib ketishim kerak. Ushman degan nimasi? Bundoq bir vaqt odamning 3 tal qismi. Odamning bu 3 qismi o'zaro bir-biriga ta'sir qilish orqali onundikan o'zini shakllantiradigan gap. Unda odamning bu 3 qismi, ya'ni ushman deb ataymiz. Qaysi esa birinchisi it qismi. It qismi munosib etgan vaqtda uning ibtidoiy qismi, tug'ilgan vaqtda mavjud bo'lgan qismi. Buning asosiyatdan nim prinsip bo'yicha ma'noda huzur prinsipi bo'yicha ma'noda. Bu odamni huzurga intildirdi. Qanday huzurga olsa, masalan, bu vaqtda qanday huzur talab bo'ladi, qanday ehtiyoj talab bo'ladi desa, uningda yemek-ichmek bo'lgan ehtiyoj, uningga ichimlikka bo'lgan ehtiyoj, uning isinishga bo'lgan ehtiyoji, ondan tug'ilishdan boshlab odamda hayotlikni davomlashtirish ehtiyoji, ya'ni jinsiy ehtiyoji taqlim mavjud bo'ldi. Demak, bir odam tug'ilgan vaqtda ibtidoiy man holati tug'ildi. Bu manning alaylik nimasi? Odamni hayot qilish uchun bizga nurg'ulg'an talablarni o'ttirib qo'yib berdi. Masalan, qo'saq ochganda cho'qim shu qo'saq ichish, tomoq yeyish ehtiyojini paydo qildi. Agar u ehtiyoj qondirilmasa desa, ibtidoiy menda bearomlik paydo bo'lgan gap. Shu bu vaqtlar odatda qo'saq ochgan amallar yig'lab ketadi. Hargizmi opam tomoqqa aytibotdi, men birdam saqlab turib yig'laydi demaydi. Yoki bizning ta'rif qilg'iz kelib qolsa, darhol ta'rif qildi. U hargizmi ama opam olgan qimmat gilemti deb o'tolmaydi. Demak, bu vaqtdagi bu ibtidoiy men qanday bo'ldi desa, uni barliq talablarining shu an urundilishini umid qildi. Unda bir narsa yekillandi, ibtidoiy menning alaylik nimasi, u 5 xil ehtiyojni talab qiladi va bu ehtiyojlarning darhol shu aman baja keltirilishini, azroqmi kechiktirishni xohlamaydi. Biz bu vaqtni ham assak bo'ldi. Bu vaqtlar har qanday talabini darhol
tayyor qilishni umid qildi. Agar uning talablari ozroq oq so'z olchi so'zsa, uning badanda bearamlik bo'ldi. Bu bearamlikni yig'lash yoki bo'lmasa, o'zini yaga urush orqali ifodalaydigan gap. Bu bizni so'zlamoqchi bo'lgan birinchi men bo'ladi. Yakomiz bu vaqtlarni yana eslab baqsaq, bu vaqtning kallisida boshqalarning, qo'shnamning deydigan tuyg'u bo'lmaydi. U nimani ko'rsa, shuni o'zining meningmi shu deb qaraydi. Shuningga erishgisi kelsa, erishiman deb qaraydi. U hargizim boshqalarni o'ylab o'tmaydi. Nimish qilsa, ibtidoiman shu odam huzur beradigan har qanday bir narsaga o'zini intildirdi. Endi Sigmund Freud bu ibtidoiy menga ism qo'ygan vaqtda nim deb ism qo'ygansa, nemis tili bo'yicha das ist deb ism qo'ygan. Das ist deganning o'zi nim deganga bevos tarjima qilsak, inglizchadagi it yoki xanzuvchadagi ta degan xatni bildirdi. Endi bu ta degan xat hargizmi odamlar qaratilgan ta emas. Bu narsalar qaratilgan ta. Ya'ni mundaq u degan gap. Biz hem de Uygurçada meyli adam bolsun, meyli hayvan bolsun, meyli narsa olsun hemen u deyitimiz. Ama İngilizli, Latin tillarda çölse uğuşladığın xətlər oxşamaydı. Demek, bunda açıp etken vaxtda Freud bu isimni, das ist isimni koygan vaxtda adamның muşu, iktidai kısmını bir xil hayvani kısmı edip atıgan. Hayvallarca bir ihtiyacı, hayvallarca bir yaşayış usulü dep bargan. Hem de bu xil yaşayış usulü kaçanғы davamlaşılırsa 3-4 yaşqıça davamlaşıp meni vurdu. 3-4 yaşqıça bu balda asasiyatın 5 ihtiyacından skens boyunca 5 ihtiyacından onu başqurışı yoki onu məşğulat qilish bilan yaşaydigan gap. Amma bağansa reallıqda biz hemmimiz bilimiz çoğ buldu hem de. Adam çoğ bolgan vaqt hargizmi özünün barlıq oyluqalları ya ihtiyacları dərhal irşələymen deb qarmaydı. Məsələn, dərs anlavatısılar, sizlər, əgər birəsinin quz keçib ketsə, dərhal qopaplam, tamaq yeb ketməsilər, yığılab ketməsilər. Nemiş qalsa, çünki real dünyada çalışsılar. Bu xil ihtiyacının dərhal qandırılmaydıqanlığını bilsizlər. Şundan ikinci basqışda qaysı mən bizə qetilidir, qaysı bölükümüz qetilsə, reallıqdakı mən qetilidir. Reallıqdakı mənin əsas rolu nimə degəndə, reallıqdakı mən əsasiyyətin huzur mən üçün xizmət qılıdı məndə açıqatan. Huzur məndən barlıq tələblərini urundaş üçün plan tüzüdü. Ondan bir bu vaxt yığılıdı, tamaq yeb qaldı, nəhayət tızla. Amma çoğ bolğan vaxt quz qaçdı. Quz qaçqan vaxt hargizmi o yığılmaydı yoki dərhal onun ehtiyacı qandırılmaydı. Onda olsa reallıqda mən qanday qıldıysa, onun quz qaçışdək, yəni tamaq yeyişdək ehtiyacını çoxum məlum usulda qandırdı. Yoki olmasa, sizin məlum adamın qolunda dağlıq bir üzanlı küzanlı çıraylık görüngen bir telefonu görüp kaldığınlar. İptidayi men nimdeydi degen vaqtda o telefonu almamsa degen bir ihtiyacını koydu. Bırak siz onda kılamsızlar, onda kılmaysızlar. Onda reallık ki men sizin İptidayi men tarafından oturup kılgan bu ihtiyacını kandırış için tırışıdı. Kanday kılış mümkün? O belki tırışıp pul tep eliş mümkün. Ya komsa bulap elişi mümkün. İş kılıp İptidayi menin ihtiyaclarını bu reallık ki men nim kıldı dese kamdapmadı. Elbette bu taleplerin içinde iptaimen talepler ise bazı bimen taleplerin buldu. Bu bimen taleplerini reallıktaki menniğimi urunduşu mümkün bulmaydı. Mesela bir balına tuyuqs uçqıs kep qalgan bolsa, bunu reallıktaki men hergiz bunu urundayanmaslık mümkündü. Hem de adam çoğun buluş jarayonida 6 yaşdan ötüp ketgendikilla prinsip men barlıq keldi. Hem de adamның prinsip kısmı keldi. Prinsip kısmı asasiyatni nimalardan tuzilgan bulduysa, prinsip kısmı adatda ata-onaning onun singdirgan tarbiyaleri. Manda qilsang buldi, manda qilsang olmaydi, ma xata, ma to'g'ri deydigan. Yoki jamiyat kodlari degan jamiyatning nizamli qoidalari. Aniki maktabning onun singdirgan to'g'ri xatolik o'lchamlari eng oxirida odam nima shakllantirdiysa, prinsip meni shakllantirdi. Prinsip menning asas roli nima esa, bunda ochib qo'ygan vaqtda u insonning bir xil axloq o'lchimini bekitadigan odamda bir xil beyaramlikni, vijdon, numus qilish, qatorliq pushaymon qilish, qatorliq tuyg'ularning hammini yaratadigan qismi. Chunki ibtidoiy menning ba'zi talablari yo'ldan eshib, ya'ni boshqacha bo'lib ketgan vaqtda yoki aqli muvofiq bo'lmay qolgan vaqtda prinsip men buni numus qilish tuyg'usini paydo qilib, buni to'sishi mumkin. Unda bo'lsa, biz mush hayotlik jarayonida 3 men barliq keldi ekan. Birisi nima ekansa, huzur men, ikkinchisi nima ekansa, reallikdik men, uchinchisi nima ekansa, prinsip men. Unda olsa bir odamni biz odam deb tushunishdan burun 3 xil qismini bilishimiz kerak. Unda olsa men bundaq bir yig'inchoqlab o'tay. Bundaq bir attilashtirib mangayli. Huzur men qandaqsa, huzur men reallikqa bo'ysundigan narsa emas. U qandaq badan nimani xohlasa, u nimani orzu qilsa, shu talabni bizga qo'yib turib oladi. Reallikdagi menchu desa, avval bu talabni qo'ydi deyli. Bu talablarning ichida ba'zilar bema'ni bo'ladi yoki ba'zilarini shu an urundashqa biz amalsiz qolamiz. Bunda vaqtda prinsip men tusidi.
Sen unda qilsan bo'lmaydi, bunda qilsan bo'lmaydi deb buni to'sadi. Masalan, deylik, bir dada bir balani agar urib qo'ygan bo'lsa, ya tillab qo'ygan bo'lsa, ibtidoiy men nim deyish mumkin, huzur men nim deyish mumkin, sen nima ish qurdi, sen mana urib berishing kerak. Urib olganda senda bir xil yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi deyish mumkin. Ammo prinsip men unda qilmaydi. Prinsip men qanday qildi desa buni to'sadi. Yo'q, o sening dadan, unda qilsan qat'iy bo'lmaydi deb buni to'sadi. Unda bu energiya keldi. Unda reallikni men qanday qiladi? Buningga bo'ysunib dadasini uramdi, unda qilmaydi. Unda butunlay buningga bo'ysunib bu energiyani, ya'ni uning ochchig'ini yo'q qilib o'talamdi, unim yo'q qilib o'tmaydi. Unda uning dadasi bo'lgan ochchig'i nima ketadi? Chunki bu bir energiya. Ashundaq nima qildi dedi. Prinsip menchi bo'lsa, unda qilsan bo'lmaydi dedi. Unda bo'lsa qandoq bir taraf qilish kerak? Mana biz, ya'ni reallikni men hozir biz mushuni ma'ningimi yomon ko'rinmaydigan, ma'nimi cheklamaydigan usulda bir taraf qilamiz. Qandoq bir taraf qilish mumkin desa, balkim bu bola taloq chiqib müşkün birini tip bitiş mümkün. Ya komisa tamamda birini urib bitiş mümkün. Ya komisa dostlarla uruşup keliş mümkün. Demek bu usulda yötkeş usul arkalı, yani açık hissiyatını ma'lum adamga yötkeş usul arkalı bir taraf qilib bitiş mümkün. Demek adam yaşaş jarayonida ma'ning talabları, ma'ning buni to'sishi asosida bir xil turmush kechiradigan gap. Hamda men bayatdan bir deb o'tib ketdim. İbtidoiy menning talablarining ichida tamoq yeyish dedik. Ham bu tamoq yeyish cho'ng bo'lgan vaqtda nimaga aylanib ketdi bo'lsa, mol dunyoga bo'lgan intilish qibarlik keldi. Mal dünya bo'lgan intilish. Masalan, bu tuyuqsiz buning millioner bo'lg'is kelib ketdi. Sen pul topsan, cho'qim jiqroq pul tepishing kerak deb ma'lum bir narsa o'tirib qo'ydi. Prinsip menchi bo'lsa, buni to'sadi. Sen hozirli buni topolmaysan, buning uchun sen tirishing kerak. Sening bunda xiyoling xato, hozirli boy bo'lish xiyoling xato dedi. Reallikni men qanday qildi? Reallikni men albatta buning orzusini yo'q qilib o'tmaydi, bostirib o'tmaydi. Ammo ma'nich bo'lsa, buni yo'q qilib o'tiblam, qilib o'tmaydi. Normal sharoit asida. Bu qanday qilish mumkin desa, ma'ning ehtiyojini har xil usullar bilan, balkim vaqtni so'zash orqali yoki balkim bankini bulash orqali ish qilib, ma'lum usullar orqali buning ehtiyojini qamdab berdi. Yoki bo'lmasa, yana bir misol olsak, ibtidoiy menning yana bir asos xaloyiq nima desak, hayotni qamdash uchun jinsiy ehtiyojni to'xtamay odam chiqirib turib oldi. Masalan, o'ylaylik, bir bola yo'lda ketib bordi. Bu ketib bilan bir night kelishgan chiroyli bir qizni ko'rib qolgan bo'lsa, buning ibtidoiy men nima deydi desa, sen darhol ash qizning yoniga berib, uni sen ap qechib ket, yoki bo'lmasa sen uning o'zini yaxshi ko'rganligini deb siz menga tegamsizda, yoki bo'lmasa vaqt ish qilib, darhol uning qanday tuyg'u paydo bo'lsa, ash qizning oldiga buni intildirdi. Ashning yoniga ba deb intildirdi. Ammo prinsip men nima qilib to'sidi? Xato. Sening bunday qilishing butunlay xato. Çünkü senin unda qilgan huquqing yo'q. O degan boshqa bir odam bunda qilsan xato bo'lsa, bunda qilsan xijil bo'lsan deb har xil prinsiplar bilan buni to'sidi. Unda bu energiya nima ketadi? Reallikni men qanday bir taraf qiladi? Reallikni balkim buning ashi intilishini oqiq so'zish mumkin. Balkim boshqa birisi bilan balduroq to'y qilishga nisbatan ilgiritish mumkin. Ammo bu energiya, ya'ni uning chiqargan energiyasi hargiz yo'qolib ketmaydi. Yoki biroqlam uni o'rindamaydi. Qanday qildi desa, uni o'rindash uchun har xil amallar bilan buni masalan to'y qilish orqali, boshqa birisidan to'y qilish orqali bo'lsa-mu, uning bu energiyasini bir taraf qilish mumkin. Demak, biz odatda turmushda bir odam yashash jarayonida mana shu menning odatda o'zaro rol o'ynashi, o'zaro funksiya tuzish bilan yashab mangdigan gap. Unda odamning aslidagi qiyofati qaysi esa, ibtidoiy ma'no oldi. Uning reallikda hozir holatini emasa, ma'u. Uning ko'z qarashidagi o'zi kim bo'lsa, ma'u. Hamma odam ma'ning iskenchisi bo'yicha mangdi. Ma'ning talab bo'yicha bearam bo'ladi. Chunki har bir qatim talab o'rindalmasa, odamda bearamlik paydo bo'ldi. Ama reallikni menchi bo'lsa, mushkis o'ttirsida murassa qildi. Mushkis o'ttirsidagi kurashning o'ttirisi kirib qolgan bo'ldi. Ya'ni bizning ibtidoiy men bunday qildi desa, prinsip men buni to'sdi, reallikni men mushkis o'ttirisi qilib murassa uchdi. Buni har xil usullar bilan nima qildi degan vaqtda bir taraf qildi. Shun Sigmund Freud bu xil nazariyani o'tirib qo'ygan nima dedi desa, kimning ego, ya'ni mushu reallikni ma'nosi qancha kuchli bo'lsa, bu ikkisi o'ttirisiga munosabatni yaxshi tanishayalsa,
o psixik sağlam buldu dedi. Eğer o bütünley manın skensiz kirip kalsa, eğip gitip kalsa, yak eğip gitip kalskandaq bulduysa, onun hayvani kısmı eşip gidiyordu. O çağda o cemiyetki olsun, yaki mağlumuzun rayını olsun, buzğunçılık karakterlik. O mandaş batkan yoldun çıketken alet hesaplanır. Çünkü bunun iskensiz kirip kalgan vaqtda adam bütünley hata yolda mayıp kaldı. Onda olsa bütünley manın iskensiz kirip kaldı Allah'a. Bulaç olsa, bula cemiyetten minasinden qoqaydı. Her qandaq iş qilishdan jüre qildi. Manda qilsam xata, anda qilsam xata, manda qilsam xata deb nurgun xatalarning işi kirip qaldı. Onda qanda bo'lsa normal buldu olsa, bu ikisi o'ttirishga munosabatni to'g'ri tushunib, to'g'ri bir taraf qila olgan vaqtda ondan bir odam o'zining sog'lom bo'lgan ro'yi kayfiyatini saqlay oladi. Şu biz şu bugungi darsni men so'zlab bo'lgandan keyin sizlar mayli darscha o'zingizning maktab jarayonida yoki bo'lmasa shu jamiyatga chiqish jarayonida o'zingizga 3 manga yaxshi diqqat qilsanglar, buni texmi yaxshi tushuna olasizlar. Sizlar zodi o'zingizning hayvoniy qismiga, ya'ni ibtidoiy ma'nolatiga bekarek berilib ketib boramsizlar. Yoki o'zingizning prinsipga, avliyo qismiga bekarek berilib ketib boramsizlar. Bu ikki o'rtasidagi munosabat cho'qim tanishish kerak. Eng sog'lom odam qandoq desa, mushuni kuchaytirish. Yani bu ikisi o'rtasidagi muvozanatni. Unda ma'nodagi mazmunlarga nima ta'sir qildisi, buning mazmunlarga birinchi qo'l ta'sir qilgan ota-ona. Shu ota-onaning bir bolaga qilgan tarbiyalari intayin muhim bo'ldi. Agar u bir xato tarbiyani berib qo'ygan bo'lsa, u chaqda prinsipmanda to'g'ri prinsiplardan boshqa qiysan bo'lmaydigan xato prinsiplarmi ba'zida yushilinib qoladi. Bunda yushilinib qolgan vaqtda bu bola cho'ng bo'lgan vaqtda qiysin bo'ldigan ishni prinsipmanning tufayli qilolmaydigan, jur'at qilolmaydigan ahvollar kelib chiqadi. Masalan, men nurg'un ota-onalarning masalan bolalarning kiyim masalasi bilan jiqaplashib oldiganligini jiq ko'raman. Masalan, kiyiming mehnat bo'lib kelsa bo'lmaydi deygan. Onda esa prinsip menga qandaq bir mazmun qaytilsa, kiyim mehnat bo'lmaydi dedi. Unda olsa ibtidoiy men bo'lsa mehnat qil, sen shundoq to'xtamay u yerda o'ynayak, daraxt yamash yoki dumlab o'yna deb huzurga boshlaydi bu munosabat qanda. Maç olsa kiyim mehnat bo'lmasa unda qilsam bo'lmaydi dedi. Unda qaysi to'g'ri? Demak, bir bolaning hozir kiyimini mehnat qilish to'g'rimi yoki prinsip men bo'yicha kiyimini mehnat qilmaslik to'g'rimi deganda, bu albatta kiyimini mehnat qilgani to'g'ri. Nemish kiyimini mehnat qilgani to'g'risi, bir kiyimini mehnat qilgan bola nimani tushuntirib berdi-sa, uning muhit bilan bo'lgan aloqasining kuchayotganligi. Onun muhitga bo'lgan tushunchasining kuchayotganligi, harakatining ko'p bo'layotganligini tushuntirdi. Bundaq bolalar uchun cho'ng bo'lgan vaqtda uning dunyo ko'z qarashi bo'lsin yoki qimmat ko'z qarashi bo'lsin, ilg'orroq bo'ldi. Mabal kiyimini mehnat qilmaslikqa tirishgan bola bo'lsa, cho'ng bo'lgan vaqtda buning kiyimini mehnat qilmaslikqa bo'lgan prinsipidan keyin o'zgarib, uni nurg'un ishlardan, balkim orzusini amalga oshirishdan yoki o'zining o'ylaganlariga jur'at qilolmaslikdan yoki ashni qilsam xatomiki deb o'ylab qilishini keltirib chiqaradigan gap. Shunga ota-onalar prinsipidan shakllantirgan vaqtda diqqat qilmasa, ba'zi shu xato bo'lgan qilmaslik kerak o'y fikrlarini singdirib qo'ysa, bola bunun ta'sirida o'zining ibtidoiy intayin bir kuchliq bir g'oyiviy tuyg'ularini amalga oshira olmaydigan bo'lib qoladi. Shunga bolalarda men bayatning birida bitib ketdim, ush deyish mumkin bu. Ammo prinsipman bo'lsa ushsang bo'lmaydi, xato deyish mumkin. Endi bu ush degani qaramoqqa mumkin emasdek turgan bilan amaliyotda bu ibtidoiy menning odamni nimaga intildirishi degan vaqtda yuqoriga intildirish bo'lishi mumkin. Balkim bu vaqtda biz albatta ibtidoiy menga bo'ysunishimiz mumkin. Garchi biz ucholmasaqmi, ucha oladigan narsa yasalishimiz mumkin. Shunga bu ikkisiga qandoq bir taraf qilish, qaysiga ba'zida bo'ysunish, qaysini ba'zida rad qilish, bu bek muhim narsa. Agar siz butunlay ma'noni kirib qolsangiz, men bayatnim hech nimani qilolmaydigan bir holat bir Bırakılmanın kırıp kalsınız çözse, daimlan çatak terip koyduğun hata işlerini, bulap manda açıp bırakan vaxtda bədininiz, royutunuzu baş kurup koyduğun ahvallar kep çıkıdı. Mesela, ma bir at bolsa, ma çevendaz, ma royutumuzda, ma beden,
Bu at minib ketib bardi chavandoz bu atni. Bu to'g'ri, chunki ma chavandoz ma badanni yetaklab mangdi. Agar navadi kerak bu manda bo'lib qolsa, ya'ni chavandoz ostida ot ustida bo'lib manda minib qolsa, bu xato bo'ldi. U chaqda badan chavandozni holsizlantirib yoki bo'lmasa ig'ir darajada yaralantirishi mumkin. Shunga biz o'zimizning ehtiyojlarning zodi ibtidoiy mendan kelyapti, prinsip mendan kelyapti. Qaysi ehtiyojlarimiz to'g'ri, buni cho'qim to'g'ri yetaklab, to'g'ri tushunib menishimiz kerak. Mesela men bir misal ko'rsam, akuraytlarni misal qilsam, akuraytlarning hikoyasida mesela aypran kashf qilgan. Bular aslida padchi. Bir kuni bu dadisidan padi beqib ketib qolgan vaqtda tuyuqsiz turnalarni ko'rib qoladi. Bular so'raydi dadisidan, dada turna nega ketib bordi deganda, dadisi bu bolalarga turna jannat ketib bordi balam deb qo'ygan. Shunda vaqtda bu bolalar nima degan desa, unda bu turnalar opam bayaga bordi ekan degan. Dadisi to'g'ri opamning bayaga bordi deb qo'ygan xolos. Endi akuraytlarning mushu vaqtdagi huzur men nimasi opsini ko'rash. Chunki opsini ko'rashmi huzur. Unda prinsip men nim qildi desa, sen ko'ranmaysan. Mumkin emasan, uchanmaysan, sen unda qilsan bo'lmaydi dedi. Ammo akuraytlar bo'lmaydi bu ichashidimi yoki mushu huzur menni qondirman dedimi? Albatta bular hargiz buningga prinsip menga bo'ysunmadi. Uchalaydiganlikqa cho'nqir ishindi. Endi bularning uchiq bo'lgan intilish nerdan kelgansa, onasini kurashga bo'lgan ehtiyojdan kelgan. Onasini kurashga bo'lgan bu xil ehtiyoji dal shu vaqtda, padishki vaqtida, ya'ni balliq vaqtida yo'qolib ketganmi, yo'qolib ketmagan, balki yushrin ongda saqlangan. Uchiman, hamon bir kun uchiman deb. Nimish qalsa onasini kurashga bo'lgan ehtiyoji yuqori. Shundan bular cho'ng bo'ldi. Buning uchiqib bo'lgan orzusi eng oxirida bularni mexaniklikdan odamning o'ylashqimi yasash u yoqda bo'lsin, o'ylashqim jur'at qilolmagan aeroplan yasashiga sababchi bo'lib qolgan. Shunga biz ba'zida bolalarning bu xil ibtidoiy orzularini hargiz butunlay cheklab etsak bo'lmaydi. Balkim u akuraytlar qanot qeqib uchanmagan bilan biroq ular uchalaydigan aeroplan yasadi. Demak, ba'zi bolalarning ashunday ibtidoiy orzulari eng oxirida ularni g'oyat zo'r muvaffaqiyatga boshlab bordi. Endi men sizlarga so'zlab, keyin buni hozir so'zlab turganim nima degan vaqtda, normal sharoit ostida men bayatında har xil maskalarda yashaydi, u ibtidoiy holatini yushirdi dedik. Unda esa ibtidoiy holatini yushirish uchun boshqa ifodalash kerak. Chunki ibtidoiy menning chiqargan har bir ehtiyojning o'zi bir energiya. Bu yo'q qilib o'tmaydi buni. Faqat burmilib o'tadi, boshqa yoq urib o'tadi yoki o'zgartirib o'tishi mumkin. Unda bo'lsa mush orqali odam o'zining aslidagi holatini yushirib qoladi. Mana boshqa aytgan maskalarni taqab yashaydi. Unda men tuanda sizlarga odamlar ko'p ishlatgan 5 xil maskani tushuntirib manaman. Mush 5 xil usulni bilib olganda sizning o'zing aloqalayotgan odamlar bo'lgan tushunchalar, eng muhimi o'zingizga bo'lgan tushunchalar eshib bordi. Bu xil 5 xil niqob yoki 5 xil mudofaa mexanizmi deb qo'yamiz. Qaysi esa sublimatsiyalash, yo'tkash, proksiyalash, inkor qilish, ta'tir ifodalash. Ammo sublimatsiyalash degan nima esa, sublimatsiyalash deganimiz o'zdagi ba'zi xiyollarni, energiyalarni, mayli g'azab bo'lsin yoki muhabbat bo'lsin, uni boshqa yoqqa yo'tkitish. Masalan, akuraytlarning onasini sig'inishga bo'lgan bir xil kuchliq ehtiyoji, onasini ko'rishga bo'lgan ehtiyoji. U ko'ranmaydi onasini. U mumkin emasda. Prinsipman uni dedi-da, sen onani ko'ranmaysan dedi. Ammo u onamni ko'raman dedi. Unda reallikni men qanday qildi? Buni boshqa bir sohaga yo'tkib etdi. Ya'ni u bo'lsa-mu, kuchli bo'lgan qizg'inlikqa, aeroplan yasashga o'tkazib yoki men bunda tushuntiray. Men sizlar gap talashib qoldim. Siz mendan kuchliq, siz meni tilidingiz. Mening shunda ochig'im keldi. Men sizni berib urmoqchi bo'ldim. Biroq men uranmayman. Nima ish qildim? Siz cho'ng, kuchliq. Bunda vaqtida men qanday qilishim kerak? Mening shunda o'g'im keldi, biroq sizni qarasam cho'ng. O'g'im keldi, biroq sizni qarasam turib qoldim. Unda esa bu energiya shekli. Bu energiyani nega gapirma? Balki men darhol uyga berib ma'lum kitoblarni yetib o'tishim mumkin. Yoki kirjib turib olishim mumkin. Yoki bo'lmasa
tam usuyutishim mumkin. Ishqilib, bu energiyani men ma'lum bir nuqtaga taqoqlashtirib yetaman. Masalan, dunyoda dangliq Picasso'ning dangliq ressam bo'lib ketishga sabab nima degan vaqtda bu bir umr hech qanday ayol zoti bilan to'y qilmagan. Demak, buning u ayollar qiziqmamligini qiziqdi. U mu yaxshi ko'rgan, ammo uning yosh vaqtida ma'lum bir qiz tarafidan rad bo'linib ketishi, butunlay bir xil kuchliq bir xil azob shakllangan. Bu azob nimaga kuchayib ketgan eng oxirida desa, rassomlikqa kuchayib ketgan. Şu bunun resimlerde bir xil kuchliq azob, bir xil kuchliq hissiyotni ifodalash shakllanib chiqadi. Demak, bu xil usulni biz nimda ekanimizsa, sublmatsiyalash usuli deb qaraymiz. Sublmatsiyalash usuli, yetkash usuli, su bo'lmasiya usuli o'xshaydi. Biroq yetkash usulining bir farqi bu ma'lum odamdan yoki o'zidan kelganlik ma'lum mayli pasmi yoki aktiv kuchliq ehtiyojlarni yana bir odamga, ojiz bir obyektga yetkaydi. Masalan, buni qanday o'ylaymiz degan vaqtda bayatdan qism deylik. Bir bala yoki bir odam shirkatida yoki o'z xizmat o'rnida o'zining nima deb qo'yamiz, boshliqi yoki xo'jayinidan tilishdi. Demek bu tilishgan vaqtda uningdimi bir xil o'zini bearamlik paydo bo'ldi. İbtidoiy bu bearamlikdan şey uchun senmi tilla, senmi gap yandu, senmi uningga nim degan bo'lsa, nimish qilgan bo'lsa yondirib deb deydi ibtidoiy. Ammo prinsip men nim deydi bo'lsa, yo'q, bunda qilsang bo'lmaydi, o'zini xo'jayining agar shunday qilsang, sen xizmatdan qolsang va kazalar orqali buni tusidi. Unda bu qanday qilish mumkin? Bu balkim buni sal bexatar bir obyektga yetkish mumkin. Kimga yetkish mumkin desa, balkim uy ko'rib ayoli bilan so'qish mumkin yoki ayolini tillab qo'yish mumkin yoki ayolini. Agar ayol bo'lmasa, bolalarni tillab qo'yish mumkin. Agar bu ayolni tilladi, ayol ochiqlandi, ayoli yo'ldishiga gap yandiranmadi, chunki yo'ldishida prinsip men uni tusidi, sen unda qilsang bo'lmaydi degan kuchlik bir nim deb. Unda ana qanday qilsa, ana balkim balini tillab qo'yish mumkin yoki balini urib qo'yish mumkin. Yoki bo'lmasa öğleni süpürüp hizmet kılıp o açıkını taqtish mümkün. Demek yötke usuli qandaq narsa, yötke usuli ma'lum bir açık energiyani yoki ma'lum bir g'azabni yoki ma'lum bir ishtiyoqni ma'lum odam chiqarmagan vaqtda uni boshqa bir odamga yo'tkib etish usulini deymiz. Masalan, ba'zi yoshlar odatda maktab tugagandan keyin yoki ma'lum bir yosh mazgili kelganda ota-onalar urushadi. Ota-onasi nim desa uning gap yandirdi. Uning desimlar, uning desimi qaydaydi degandek batnaydi. Bunda vaqt ota-onalar bolalar nima yuz berganini bilmay qoldi. Amaliyotda bolalarning bu xil nima ota-onasiga bo'lgan bu xillikqa nima deb qo'yamiz, qarshilish psixikasidan shakllangansa, bu bolaning jamiyatda yoki muhabbat ishlarida yoki o'zini xizmat ma'lum o'ngishliqni uchirganligini direkt berdi. Yoshlar jamiyatda ma'lum o'ngishliq uchirgan vaqtda bu o'ngishliqni bevosita shu manbaga bevosita chiqarolmaydi. Ne chiqardisa, uningga bexatar bo'lgan obyekt. Uningga shu vaqt eng bexatar obyekt nimasi ota-ona. Ota-onaga buni chiqarib ifodalaydi. Shunga ota-onalar bolalarning mushkul holatini o'ylagan vaqtda hargiz buni ko'ngli qilib kesolmaydi. Buni chuqur to'g'ri tushunib, bolasining shu vaqt ro'y kayfiyatining nacharligi, uning ma'lum bir ishda o'ngishsizlik uchrayotganligini bila olamiz. Bazı xushal kayfiyat bo'ladi. Masalan, ma'lum bir qiz deylik, ma'lum bir qiz o'zining to'y qilmoqchi bo'lgan yigitidan yaxshi bir gaplarni angladi. Bu qiz nihoyat xush bo'lib ketdi. Xush bo'lib ketib, bu o'zining bu to'y qilmoqchi bo'lgan bolaga o'zining xushalligini ifodalamadi. Chunki buni yushirdi ko'pincha ahvolda. Bu qizga bu xushallikni qanday ifodalash mumkinsa, uyga berib yaxshiroq tomoq yeyib mumkin. Yoki bo'lmasa, opsiga yaxshi muomala qilish mumkin. Amaliyot buni opsiga yaxshi muomala qilish, tuyuqsiz yaxshi tomoqlarni yetib ketish haqiqatan shu narsa uchun emas, unda emas. Balkim ani ifodalamay turib, ma'noga ko'chmalar ifodalashdan direkt berdi. Uchinchisi qaysi esa proksiyalash usuli. Ham proksiyalash usuli degan qanday desa, bu xil usulda odatda o'zidagi xiyolni bevosita ifodalamasdan boshqalar orqali ifodalash. Masalan, 8 yoshli bir bola karton film ko'rgisi kelib ketdi. Ota-onasi boshqa bir xabar film ko'radi yoki kino ko'ryapti. Biroq bu 8 yoshli bola shu vaqtda karton film qo'ydig'ini biladi. Uning darhol mening karton film ko'rgim bor deydi. Biroq bu 8 yoshli bolada azroq logik shakllandi. Unda desa ota-onasining xapulayligini biladi. Unda bu 8 yoshli bola qanday qilish mumkinsa, darhol o'zining inisiga döngab, mening inimning karton film ko'rgisi bor ekan, mushning karton film ko'rgisi bor deb, o'zining asli ko'rgisi borasini qarshi tarafga yo'tkib ketadi. Yoki biz ba'zilarning qo'sqin ochqanda
деген gapini anglaymiz. Emlet uning qusqini ochganda degani nimani ifodalaydi bo'lsa, mening qusqim ochdi degan ifodalaydi. Yoki ba'zida u birniga boramsa deb so'raydi. U birniga boramsan yoki u birniga bordingmi deganning o'zi nimasi? Mening u birniga borgim keldi deganini ifodalaydi. Shunga bu xil proksiyalik usulni qandaq narsasi o'zidagi bir xil hissiyotlarni boshqalarga do'ngash orqali boshqalarning vujudidan tepish. Masalan, ba'zi ayollarning yo'ldoshiga qo'shnimiz palani uzib qopdi deyish mumkin. Undan sonra yoldaşı bu vaqt nimda cevap veriş mümkünse, sen haqning işlan nima qaring deyish mumkin. Amaliyotda bu ayolning qo'shnimiz uzib qopdi yoki qo'shnimiz manda qilibdi degani, amaliyotda mening ashunda qiyg'im bor demakchi. Buni nimaga döngaydi degan vaqtda darhol yoki bo'lmasa bu ayolning tamoq etkisi kelmay qoldi. Talada o'zining yo'ldoshi bilan tamoq yeydi. Bunda vaqtda bu ayol hargizmi mening tamoq yeyim kelib qoldi talada demaydi. Nima deyish mumkinsa, "Ma balaning bugun talada tamoq yeyis kelib qoldi. Muj balliq bir talada kebab bulamdi, ma'lum narsa appasi qandaq deb ifodalaydi." Amaliyotda bu kimning xiyoli degan vaqtda amaliyotda onaning xiyoli hisoblanadi. Shu proksiyalik usul nimasi? O'zidagi bu xil hissiyotlarni darhol kimlarga yetkazish degan vaqtda bolalarga yetkazish hisoblanadi. Ammo proksiyalashning yana bir usuli o'ziga proksiyalash, ichki proksiyalash. Ichki proksiyalash degan nima? Deganda siz masalan ma'lum narsaga erishmoqchi, biroq uning erishamadingiz. Talab borda, ashunga erishganingiz bor. Ammo uning ma'lum sababni erishamadingiz. Bunda vaqtda qanday qilishingiz mumkin desa, ashuna narsaga erishgan bo'lib o'tishingiz mumkin. Masalan, ba'zilar yolg'onchilik mushunday keldi. Masalan, birisi televizor ko'rib dengiz bo'yini ko'rdi. Uning dengiz bo'yi shunda pag'as keldi. Biroq u dengiz bo'yi borolmadi. Bu vaqt u nima deyish mumkin desa, men palana vaqtda kichik vaqtimda dengizga borgan, anda qilgan, bizning o'ydagilar meni u yerga borgan, bu yerga borgan deb oxir o'zining xiyolini o'tmishdagi reallik aylantirish orqali qanoatlantirdi. Biz buni o'ziga proksiyalash deb ataymiz. To'rtinchi qaysi esa inkor qilish. Bu mundoq aytgan vaqtda qo'l yetmagan shaptollar deb qo'yamiz, ochiq deydigan mundoq bir xil nimaga tushadi. Nurg'a odamlar o'zi erishmoqchi bo'lgan, erishaolmagan bo'lsa ma'lum narsani, o'zi erishaolmagan narsani inkor qilib, uning nachar yerlarini deyish orqali bundan qutulib chiqish mumkin. Masalan, bir odamning tuyuqsiz bir xil televizor og'iz kelib qoldi. Biroq bu televizorni ololmadi. U vaqt bunda qanday qilish mumkinsa, bu televizor mandaq nachar, andaq nachar, bu televizorning mandayir bo'lmay, yoki tok sarfiyati ko'p deb mandaq holatda bu televizorni inkor qilish orqali qutulish mumkin. Yoki ba'zi yoshlarning masalan yoshlarda ko'p ishlaydi bu. Yoshlar o'zi erishmoqchi bo'lgan narsani inkor qilishga nihoyat usta bo'ldi. Yoki bo'lmasa ma'lum ishni qilishga jur'at qilolmaydi. Nimishga jur'at qilolmaydi desa, uningdan rad bo'lib ketishdan ansiraydi. Rad bo'lib ketishdan ansirganlik uchun u qanday qildi desa, u erishmoqchi bo'lgan narsani yaxshi ko'rmas bo'lib oldi. Masalan, bir yosh bola ma'lum bir qiz bolani yaxshi ko'rdi. Ammo uning oldiga berib dodil deyamas mumkin. Nimish deyamaydi desa, u qiz tarafidan rad bo'lib ketishdan ansiraydi. Odam badani bundaq rad bo'lishdan intayin bir xil qo'rqadi. Shunga bu bola nima deyish mumkin desa, men qizga qiziqmayman deblam, uni inkor qilish orqali aql hissiyotini ifodalash mumkin. Biz buni odatda inkor qilish deymiz. Endi yoshlardagi bu xil holat intayin bir xil xato holat hisoblanadi. Chunki odamning ma'lum narsadan rad qilinishdan qo'rqishning o'zi bu odamni intayin passiv holatga tushirib qo'ydi. U hech qanday ishga jur'at qila olmaydi. Nurg'un ishlarni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Nurg'un ishlarga ehtiyoj yo'qdek ko'rinib oladi. Bu nimani keltirib chiqardi? Nimish qundaq bo'ldisa, u ashundan mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqaydi. Mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqqan vaqtlar uni yaxshi ko'rmas bo'ldi. Yoki masalan, boshlang'ich yoki o'rta maktabdan bolalarni o'ylasak bo'ldi. O'rta maktabda ba'zi bolalar matematikani yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Chunki matematika o'rgansimi, o'rganmasligidan, matematikani o'rganibmi, bilinmasligidan ansiraydi. Bunda vaqtda bu qanday qilish mumkinsa, matematikani yaxshi ko'rmaydigan, matematika xushi yo'q holatga kirib olish orqali o'zining aql hissiyotini yushirish mumkin. Bu qanday xarakterni keltirib chiqardi desa, odam bir xil jur'atsizlikni keltirib chiqardi. Masalan, dağlıq faylasufning Demokritning mundaq bir qisqarlik hikoyasi bo'lgan. U har kun et deganda qo'pab, haykaldan pul so'ragan. Pul va deb. Kishilar bundan har xil qiziqib qolgan. Qo'shni so'rgan, "Siz bu haykaldan nima deb pul so'raysiz?" degan vaqtda Demokrit
Çünkü men özümni rad kılınışqa köndürüyapataman degan. Demek adamning boshqalar tarafidan yoki reallik tarafidan yoki bo'lmasa orzular tarafidan rad qilinishining o'zi amaliyotda odamga intan foydali bo'lgan vitamin hisoblanadi. Biz qancha kishilardan rad bo'lgan sari rad qilinishining unchalar cho'ng ish emasligini yoki uning qo'rqinish emasligini his qilamiz. Bunda bo'lgan vaqtda cho'sa har qanday ishga jur'at qilishga urindigan gap. Bu har qanday bir yoshlarda yetilishga tegishli bir xil xarakter. Kim rad qilinishdan ansirgan sari uning jur'atsizlik, passivlik kelib chiqadi. Unda 5-chi ta'tir ifodalash. Ta'tir ifodalash degan qanday desa, bir odamning ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Bir vaqtda ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Ikki xil hissiyotning birisi kuchliq, birisi ojiz. Bunda vaqt odam qaysi ifodalaydi desa, kuchliq haqiqiy hissiyotni ifodalamay, ozroq hissiyotni ifodalaydi. Masalan, ikki do'st var mesela maşkanlı do'stda. Bu ishkanlarning ishlarida birisi ma'lum intamı qatnash, aspirantlik deb turaylik, aspirantlikqa qatnashdi. Yan bir siz aspirantlik qatnashmadingiz. Endi bu yaqin do'st. Yaqin do'stlar orasida hargizmi qarshi tarafning o'zining do'stining uningdan bek olqib taraqib ketishni xohlab ketmaydi, ko'rmaydi. Undaq bo'lishini ko'rmaydi. Bu hargizmi uning nachar do'stlik emas, uning psixologiyasi. U albatta beyaramlik bo'ldi. Chunki ular birga cho'ng bo'lgan do'sti, birisi imtihon berib, uning o'tib ketsa, bu qiz uning bamsa, u chaqda qandaq kayfiyat paydo bo'lsa, ma qiz chuqur beyaramlik paydo. Bu bizning to'g'ri tushunmasa bo'lmaydi. Unda esa bu qiz sizda masalan o'zingizning do'stingiz nisbatan ikki xil hissiyat paydo bo'ldi. Birisi do'stingizning o'tolmasligini umid qilasiz. Shu kuni uxlab kelishini umid qilasiz. yoki shu kuni imtihon kuni butun sunib ketishini umid qilasiz. Çünkü sizde beyaramlık duygu şu vaqt hal buldu. Yani bir xil duygunuz demese prinsipmen dedi, bu senin dostun. Sen o ütep kelsen hoş buluşun gerek, dostuga mundaq buluş gerek dedi. Bu hissiyatınız mı ba? Ütep gidişini mi xalaysız, ütenmeskini mi xalaysız? Ama sizin onun ütenmeskini xalışınız bir kadar kuşluk buldu. Ütüşünü xalısınız aciz buldu. Bunda vaqt qaysini kötürüp çıkışımız mümkünse darhal acizini ifadelaysiz. Adaş çuqunmuş intamını ütep giten, herkes uxlab qalman, yoki herkes butun sunib ketmişsin deyish orqali qarshi tarafga acizini ifodalab chiqishimiz mumkin. Yoki biz ba'zi ayollar bor. Mesela bu turmuşda har xil ishlar tufayli uning yo'l dishi emasdan, ma'lum bir xatolik sodir qilib, bu ayolning ko'ngliga tegadigan bir ishni sodir qildi. Unda bu ayolda ikki xil xiyol mavjud bo'ldi. Birisi yo'l dishini bek yaxshi ko'rdi. Bu turmushning buzilib ketishi xohlamaydi. Yana birisi yo'l dishining bu xil qilgan ishiga nisbatan norozi. Unda bu ayolda ikki xil ko'z qarash tangli mavjud bo'ldi. Uyini saqlab qilish, yan birisi buningdan ayrilish, ya'ni buningdan ajrish orqali buni bir taraf qilish. Unda ayollar bu ikkisining qaysi kuchliq bo'ldiysa, yanla agar uyini tutib turish, yanla yo'ldishiga bo'lgan umidi kuchliq, ya'ni mushu uyini mayli, men yanla yo'ldishimni yaxshi ko'rmamiş, uyini tutib turman degan idis kuchliq. Ojizman degan ojiz. Unda bu vaqtda ayollar qaysi ifodalaydi-desa, ojizni ifodalab, men ajrishiman deb turish mumkin. Emniyet bu ayolning ishchik chiqib chiqsaq, asli kuchliq idis ko'z qarashni emas, hargiz ajrashmaslik. Bunda vaqtda o kuchliq qilgan, mening yanla ajrashqim yo'q, men yanlam bo'yini sizni yanlam kechirib o'talayman yoki mening arzuyim ma'ni ifodalamay kuchliqni, nimani ifodalash mumkinsa, ojizni ifodalaydi. Ya şuna biz bazı vaqtlarda nurg'un ahvollarni qarasak, kishilarning degan gapi amaliyot uning aslidagi hissiyat bo'lmasdan qarshi hissiyat hisoblanadi. Masalan, bir qizning ikki do'sti, ya'ni ikki do'stni misol qilaylik, birisining ko'ngli shundoq yerim bo'ldi. Endi ma do'stida ikki xil hissiyat paydo bo'ldi. Bu birisi uning ko'nglining yerim bo'lgani, ya'ni do'stining kelishmas kuchligini uningda yaxshi tuyg'u paydo qildi. Bu odamning o'zining tabiiy ashunda xarakteri. Yan birisi bo'lsa, u do'stining undaq bo'lib qolishini xohlamaydi. Ama bunu xalamaydigini, undaq bo'lib qolish xalamasqi sal ojiz. Uning ayndaq bo'lib qolganini ko'rish sal kuchliq bo'ladi. Undaq bu qaysini ifodalaydi desa, ojizni ifodalab, do'stining bundaq bo'lib qolgandan o'zining ko'nglining yerim bo'lganida uning tasalli berishi mumkin. Ammo buni sizlar hargizmi u mening xato do'stim ekan, u men mushunda qilyapsammi, mushunda o'ylabdi deb o'ylayapsangiz bo'lmaydi. Bu odamning psixikasi. Mana mushun tushungan vaqtda bir narsa borlik keldi, nimasi? Kishilarni kechirib Kişilerin keçirici adam yüzünü mecburlaydıgan bir xil karakter emas. O psikikin ügengen halda tabiiy kişilerini keçirip alaydigan boldu. Fakat kişilerini keçirip etken vaqtda nem şekillende olsa, andın ununda bir xil ro'yi yeniklik paydo bo'ldi. O'tgan men bir qizdan paranglashib qoldim. Bu qiz o'zining eng yaqin do'sti bilan
10 yıldek gap qilishmabdi. Shundaq yaqin do'st keldik. Bu 10 yil jarayonida bu qizning psixikasi eg'ir darajada chataq chiqadi. Hatto gap so'zlarda eg'ib ketadigan, diqqat chechildigan, asliyenmaydigan, tulishig'laydigan bo'lib qolgan. Eng oxiri bu qizni men psixoanaliz qilsam, aslidagi do'stini intan yaxshi ko'rdim. Biroq kechirib yetmagan. Buni kechirib yetish qandaqdir bir odamni zo'rlaydigan narsa emas. Bo'ptilar, sen uni kechirib et deganga bir odam kechirib yetmaydi. Ammo biz ma'qul psixikani, ya'ni odamning aslidagi holatining aslidagi psixikasining mushunda tuzilganligi, u qandaqdir uning nachar odam ekanligi emas, psixikasining shunda bo'lganligini tushunsak, biz kishilarni tabiiyla kechirib yeta olamiz. Demek, bugünkü dersimizde biz mana 5 xil usul orqali odamlar o'zining asli holatini ifodalashni o'rgandik. Agar mushuni biz yaxshi tushunib olsak, nurg'un vaqtlarda bizning psixikimizning sog'lomlashishiga foydasi bor. Unda bo'lsa dersimiz müşahid oyoqlashdi. Tushunmagan savollar bo'lsa, so'rasang bo'ldi. Siz Muallim şu sublimatsiyalash bilan yo'tkash ikkisining farqi to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Sublimatsiyalash bilan yo'tkash amaliyoti bir-birisiga o'xshab qoldi. Buni menda tushuntiray masalan, siz mening ochig'imni keltirdingiz. Men turqis qalamni otqim keldi. Biroq qarsam, siz kuchliq. Men qo'rqdim yoki men hisobdan otammidim. Hamda buni atanmaganligim uchun men qanday qilish bu energiya keldi-da bu. Kelgandan keyin men balkim bu qalamni yeyib o'tishim mumkin. Yoki uyga berib muzdek doğ içib o'tishim mumkin. Yoki tuyg'usiz she'rlarni ezib ketishim mumkin degandek maynergan boshqa sohaga qaytib o'tmanda. Bu nimani direkt berdi degan vaqtda nurg'ulg'an muvaffaqiyat qozonganlarni ko'rsak, amaliyoti bularning balliq davrini o'ylasak, balliq davrida chuqur bularda meyli bayatın akroitlarni tilg'agandek bir xil musbat bir xil ashundaq anısını seg'inishdek musbat bir xil hissiyat paydo bo'lganlik tufayli bular uftiqazlanib ketadi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir g'azab tufayli uftiqazlanib ketadi. Masalan bir kuchliq ayol deb qo'yamiz, muvaffaqiyatchi ayolning oqida bir razil qo'l bor deydigan gap bor. Bu nimadan tushuntirilsa, bu ayollar nimish tuyuqsiz uftiqazlanib ketishi mumkin. Balkim uning oil turmushida u ma'lum bir azob uchragan vaqtda buni shu odam chiqarmasdan o'zini jamiyatda aktivlashtirish, ifodalash orqali ashning yoki ko'z qilish orqali energiyani boshqa narsaga taqitmoqli hisoblaydi. Shunga bu xil narsaning o'zimi odamda ba'zida turtkilik nima o'taydi degan vaqtda bir xil turtkilik ijobiy funksiyasi bor, ijobiy roli bor. Albatta buning salbiy tarafı var. Mesela kichik vaqtida ota-onasining diqqatiga erishishga to'liq muyassar bo'lmagan bola qanday qilish mumkinsa, keyin jamiyatda ma'lum bir yomon ishni qilish mumkin. Chunki yomon ish qilgan vaqtda jamiyat to'pi, jamoat to'pi uning diqqat qilishga boshlaydi. Balkim shu diqqatni to'liqlayman deb, ya'ni onasidan, ota-onasidan olmagan shu diqqatni jamiyat to'pidan olaman deb balkim jinoyat yo'liga chiqib ketish mumkin. Chunki shu xil usulda jamiyat uning diqqat qiladi. Şuna bu xil sublimatsiyalash usulini ham aktiv ham passiv shaklda bo'ldi. Siz? Yo'q. Yo'q siz. Yaxshimisiz Ali muallim? Men so'rab baqsam, shu so'zlayotgan energiya biz ham hisobda to'liq o'tirdi bir qitim uchrashganmiz energiya degan so'z bilan. Endi sizning mush darsingiz so'zlayotgan energiya degan so'z bilan bizning mush to'liq o'tirdi deyilgan energiya o'xshashmi yoki sizning bu energiyangiz ma'lum xil shaklda o'xshatish yoki bir xil simul xarakterga egami? Bu yaxshi bir savol bo'ldi. Ham bizning bu yer da'vatgan hissiyot energiyalarimizning hammasi amaliyotdagi fizikadagi energiya bilan hech qanday farq bo'lmaydi. Sigmund Freud bu nazariyani deyishdan burun Brook va Mayner qatorliq biologiyashunoslarning ta'sir ushtirgan. Masalan, o ifodalaganda mundaq bir narsani ifodalagan. Ya'ni bir sirtqi g'idiqlanish, masalan, odamda har qanday vaqtda bir g'idiqlanish mavjud bo'ldi. Masalan, kuchliq nur kelgan bo'lsa bizga bu g'idiqlanish, biz buningdan o'zimizni olib qocha olamiz. Ammo ichimizdan bir kuchliq g'idiqlanish kelgan, biz buni olib qocha olmaymiz. Chunki olib qochimiz degan sir bu bizga soyga o'xshab bizga agishib oladi-da.
Unda olsa bu gıdıqlanish yoki bo'lmasa hissiyotdagi bu xil talablar. Mesela achchiqni deylik. Achchiqlarning hammasini bir gıdıqlag'ich desak, bu odamda bir xil bearamlik tuyg'u paydo qildi. Ammo bu bearamlik tuyg'uning o'zi bizning nerva hujayralarining ichidagi eng kichik birlik neyron deb ataymiz. Men neyron deb atsak, neyron signal berdi. Sen bearam bo'lding deydi. Ammo bu bearam bo'lding degan vaqtda bu bir buning darajasi, bu energiyaning darajasi, bearamlik darajasi. Mushu neyronni portlatib chiqarishga, ya'ni yan bir neyron bilan sinaps yasashga yetarlik bo'lmasa, yerim to'lab qolgan bo'lsa, masalan, shar. Bu shar portlamaydi, harakat paydo bo'lmaydi. Masalan, siz isib ketdingiz, isib ketdingiz, ammo bek isib ketmadingiz. Turiverdingiz. Isib ketdingiz, yana isib ketdingiz, yana isib ketdingiz. O'yning temperaturasi o'rlidi. Ma'lum nuqtaga borgan uchun chuqum chapan selaysiz. Demak, isishdan bo'lgan bearamlik dastlabki ojiz bo'lganlik uchun, men ojizroqda men neyronni portlatib chiqaramadi, harakat paydo qilamadi. Ammo keyin ma'lum nuqtaga borgan vaqt shu degan vaqtda neyronlar to'liq to'shgan vaqtda bu xil bearamlik tuyg'ular, g'idiqlanishlar bevosita harakat shakllanib chapiningizni sog'z yutadi. Yoki bo'lmasa biz gap talashyapmiz. Azroq achchig'ingiz keldi. Ammo gap qilmadingiz. Chunki o g'idiqlanish, ya'ni sizning achchiqdan kelgan bearamlik tuyg'ungiz tehi neyronda to'liq portlash hosil qilib, yan bir neyronda sinaps yasab bo'lmaydi. Ammo yana achchig'ingiz keldi, gap tagishiyverdi. Eng oxirida bu xil sizdagi bearamlik nimani paydo qildisa, neyronni darhol portlatdi. Portlatgan vaqtda siz o'rningizni qo'pab ketdingiz, yoki bo'lmasa mening oldimga yugurib keldingiz. Demak, sizdagi bearamlik sizning harakat paydo qildi. Shunga bu xil hissiyotlarning hammasini biz energiya deyishimiz, amaliyotda bu fizikadagi energiyalar hech qanday farq yo'q. Chunki energiyaning har qanday borliqdan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan borliq kelmaydi. U bir xil shakldan bir xil shakl o'zgarib bo'lgan. Demak, hissiyot talab energiyalarım herkes yo'qolib ketmaydi. U ma'lum usuldan ma'lum usulga yoki ma'lum usuldan ma'lum usulga. Ham binaural psixika qandaq bo'lsa, o'ziga yondiraydiganlar bo'ldi. Biz hech nimani ifodalayolmaydigan, hech qanday narsani ifodalamaganda oxiri yenib ketadi. Bundaq odamlar nim paydo bo'ldi desa, o'zini vayron qilish paydo bo'ldi. Erlar, men bayatında dedim, libido, ya'ni jinsiy energiya dedik. Erlarning shunga ma'lum bir xil qiziqish bilan shug'ullanishi bek muhim. Yoki bo'lmasa u uy ishlari bilan, yoki kitob o'qish bilan, yoki so'zet qishlar bilan ishqilib bu erning diqqatini ma'lum bir soha chuqum qamallab turish kerak. Agar buni qiziqtiradigan hech qanday soha bo'lmasa deganda, men bayatdim libido dedim. Ya'ni uningdagi bir xil jinsiy energiya nimaga boshlab bordi desa, bayatdim degandek, u balkim yo'tkash usulini ishlatib, ba'zi axloqiga yot bo'lgan ba'zi ishlarni bilan shug'ullanib qilish mumkin. Shunga erlarning bir umr ma'lum bir kuchli holda o'zining aslidagi odamiylik bir maqsadini tepish uchun to'xtamay tirishib, o'zining bu xil qo'shimcha energiyani chuqur ma'lum bir sog'lom bo'lgan sohaga yo'tkazilishi bu bek muhim. Agar shunday qila olsa, uning utuq qozonishi bo'ldi. U unda qimmischi bo'lsa, uning hech qanday qildigan ish bo'lmasa, bakachi bo'lsa, uning hech qanday qiziqish bo'lmasa, bu energiyani u albatta xato usulda bir taraf qildi. Buningga chuqur keyin bek diqqat qilish kerak. Buldu, onda olsa bugungi darsimiz mushayish bo'lsin. Anglab berganingiz rahmat. Xo'sh.